Samsung S25 Ultra'ning mini variantini ko'rganlar bormidi? Mana yengi bir xil qilib ishlangan mini varianti keldi. iPhone minidan charchaganlar uchun S25 Ultra'ning mini variantini olib kelib qo'ydik. Buni 3 xil rangi bor. Oq, qora va ko'k ranglari bor. Qarasanglarchi, birga bir qilib ishlab qo'yishgan. Umuman ajrata olmaysizlar. Dashi boru, korobkalarigacha mana original bilan bir xil qilib qo'yishgan, ko'ryapsizlarmi? Undan tashqari, komplektidan o'zini chexoli bilan zaryadchiga chiqadi. Kamerasini olishini ko'ryapsizlarmi? Вообще tiniq ekan lekin. Bunaqa mini model uchun bu kamera ideal hisoblanadi. Uncha Redmi ni kameralardan yaxshi ekan. Mana shunda hozir videoga olib ko'rdik-da. Gap yo'q. Operativkasi nechiligini bilmadim, lekin ichki xotirasini 512 deb yozib qo'yibdi. Bilmayman endi necha chiqadi. O'zida 512 yozilgan. Buni ko'rsatsam shokka tushib qolasizlar. Telefondan dashi stilius chiqargan, ruchkasi ko'rasizlarmi? Stilius bilan ishlashini qarasanglarchi. Bunday qilsa kameraga ham kirib ketadi. Qoyilmisizlar? Mana tegidan bunday chiqadi. Xullas, farzandingiz uchun qanaqadir knopkali telefonlarni olib bergandan ko'ra, mana shu modelni olib bersangiz maza qilib ishlatadi. Telegram deysizmi, Instagram deysizmi, YouTube'larni bemalol ko'taradi. Telegram orqali lokatsiyasini bilib tursangiz ham bo'ladi bemalol. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, iPhone minilari ham sotuvda bor. Pastda nomerlar qoldiramiz, soni chegaralangan.